Faqat o'zimizni o'ylaydigan bo'lib ketyapmiz. Qolib ketadigan narsaga jon jahdimiz bilan sarflaydigan, mana jonimizni beradigan bo'lib ketyapmiz. Lekin xayriyaga kelganda, ehsonga kelganda nol ishoning nol. Men bilaman-ku, men bilaman, men bilganim uchun gapiryapman. Shu nol deb san desin, kesin o'sha men gaplashaman o'sha odam bilan. Nol hammamizniki, sizlarga emas, meniki ham qo'shib. Qilayotgan narsalarimiz, bizga berilayotgan narsalarda oldin nol akalar. Qilish kerak. Unutmaylik, jannatga saxiylar keladi. Al jannatu darul asyo. Jannat saxiylarning uyi. Baxillarning uyi emas u. Qilaylik akalar, qilaylik, yordam qilaylik. Xudo xolasa shuna davrlar keladi, zakot bergan odam yo'q. Ishoning, shuna davrlar keladi. O'zi qiyomatda alomatlardan bittasi shu. O boy ko'payyapti hozir. 3000 dollar puli bor odamga yo 3000 dollarlik qo'yi, moli yo to'g'i bor odamga pul zakot berib bo'lmaydi. Bu davr kelyapti o'zi. Kambag'allarni boshini silab o'pib, yaxshi ham sen borsan biz ehson sadoqatimizni senga qilib olamiz degan davrlar bo'lgan.